Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli keksa avlod vakillari. Bugungi videomizda siz azizlar, pensiya pullaringiz nega kechikayotgani, bu holatga qonuniy nuqtai nazardan qanday yechim topish mumkinligi va eng muhimi, o'z huquqlaringizni qanday himoya qilish yo'llarini to'liq o'rganib chiqasiz. Shu bilan birga biz ushbu muammo nafaqat birgina holat emas, balki tizimli masalaga aylanib borayotganini va unga jamoatchilik e'tibori qaratilishi zarurligini chuqur tahlil qilamiz. Sizning har bir daqiqangiz, har bir so'zingiz biz uchun qadrli ekanligini anglab turgan holda, mavzuga kirishimizdan oldin bir lahza o'ylab ko'ring. Tasavvur qiling, yillar davomida tinimsiz mehnat qilib, butun umringizni mamlakatingiz taraqqiyotiga bag'ishladingiz. Sizning peshonangizdagi har bir ajin, qo'llaringizdagi har bir qadoq, bu shu yurt ravnaqi uchun to'kilgan ter, chekilgan mashaqqat va fidokorona mehnatingizning guvohidir. Endi esa eng zarur bo'lgan paytda, eng oddiy huquqingiz, munosib pensiyangizni olishda ham to'siqlarga duch kelyapsiz. Bu adolatdanmi? Sizning hayotingizning eng osoyishta davrini o'tkazishingiz kerak bo'lgan, tinchlik va farovonlikda yashashingiz lozim bo'lgan damlarda arzimas byurokratik jarayonlar yoki texnik nosozliklar sabab o'z haq-huquqlaringiz uchun kurashishga majbur bo'lyapsiz. Bu holat, afsuski, ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimizning kundalik hayotining achchiq bir qismiga aylanib bormoqda. Sizlar, hurmatli keksa avlod vakillari, bu mamlakatning poydevorisiz. Sizlar urushlarni ko'rdingiz, og'ir qiyinchiliklarni boshdan kechirdingiz, go'shtni topish qiyin bo'lgan, bir dona non uchun ham uzoq navbat kutgan damlarni eslaysiz. Sizlar bolalaringizni, nabiralaringizni qorningiz och bo'lsa ham boqqansiz. Ularga kelajak qurib berish uchun bor kuchingizni sarfladingiz. Har biringizning peshonangizdagi ajinlar, qo'llaringizdagi qadoqlar, bu sizning fidokorona mehnatingizning, shu yurtga bo'lgan cheksiz muhabbatingizning guvohidir. Sizning mehnatingiz evaziga bugun biz tinch va farovon yashayapmiz. Sizlar uylarni qurdingiz, paxta yetishtirdingiz, ilm-fanni rivojlantirdingiz, zavod va fabrikalarda ter topdingiz. Sizlarning har biringizning hayotingiz bu yosh avlod uchun saboq, matonat va vatanparvarlikning yorqin namunasidir. Ammo afsuski ba'zida bu fidokorona mehnat e'tiborsiz qolayotgandek tuyuladi. Pensiya pullaringiz kechikkanida, do'kondagi nonni sotib olish uchun pulingiz bo'lmaganda, dori-darmon olishga qiynalganingizda bu holat sizni qanchalik ranjitadi? Shu yerga ushbu video ostiga o'z hayotingizdan misollar keltiring. Qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirdingiz? Pensiyangizni kutgan paytlarda qanday yo'llar bilan tirikchilik qildingiz? Qancha yil mehnat stajingiz bor? Sizning hikoyalaringiz, bu bizning tariximiz, bu bizning ovozimiz bo'ladi. Bu sizning qadr-qimmatingizni tiklash yo'lidagi birinchi qadamdir. Sizning ovozingizni eshitishni istaymiz. Azizlar, shuni unutmangki, har bir fuqaroning huquqiy savodxonligi jamiyat taraqqiyotining muhim garovidir. Pensiya qonunchiligidagi har qanday o'zgarishlar, yangiliklar va huquqiy maslahatlardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilish yo'lidagi ilk qadamingiz bo'ladi. Bizning kanalimizda siz nafaqat pensiya masalalari bo'yicha, balki ijtimoiy himoyaning boshqa jihatlari bo'yicha ham eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni olasiz. Obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham faollashtirib qo'ying, toki muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang va o'z huquqlaringizni doimo bilib boring. Bu sizga ertangi kunga ishonch bilan qarashga yordam beradi va sizni nohaqlik oldida ojiz qoldirmaydi. Keling, avvaliga bir oz tarixdan gaplashsak. Bir necha 10 yillar oldin, ya'ni Sovet davrida, pensiya tizimi boshqacha ishlardi. O'sha paytda pensiya jamg'armasiga mablag'lar markazlashgan holda yig'ilib, har bir pensiyaga chiqqan kishiga o'z vaqtida, belgilangan tartibda to'lab berilardi. Ba'zi kamchiliklari bo'lsa-da, masalan, pensiyaning miqdori har doim ham joriy ehtiyojlarga mos kelavermas edi, lekin pensiya to'lovlarining kechikishi deyarli kuzatilmasdi. Odamlar o'z pensiya kunlarini bilishar, pochta bo'limlariga yoki maxsus pensiya kassalariga borib, hech qanday muammosiz o'z pullarini qo'llariga olishardi. Davlat o'z fuqarolarning ijtimoiy himoyasini o'sha davrdagi mavjud imkoniyatlar doirasida to'liq ta'minlashga harakat qilardi. Keksalikka hurmat degan tushuncha nafaqat og'zaki, balki amalda ham ko'plab jihatlarda o'z aksini topardi. Pensiya kassalari, pochta bo'limlari o'z vazifalarni aniq va ravshan bajarardi. Har kim o'z mehnati uchun munosib rag'batni o'z vaqtida kutishga haqli edi va odatda uni olar edi.
Hech kim dori-darmon uchun, bir parcha non uchun o'zining qonuniy pensiyasini kunlab, haftalab kutmas edi. Bu tizimda shaffoflik va aniqlik darajasi yuqori edi, chunki har bir operatsiya odatda qoldi qayd etilar, har bir fuqaro bilan shaxsan aloqada bo'linardi. Bu albatta ideal tizim bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin unda barqarorlik va ishonchlilik elementi mavjud edi, ayniqsa pensiya to'lovlarining o'z vaqtida amalga oshirilishi jihatidan. Pensiya jamg'armasining mablag'lari davlat budjetidan to'ldirilar va uning barqarorligi doimiy nazorat ostida bo'lardi. O'sha davrda odamlar bir umr halol mehnat qilib, keksalikda davlat ularni ta'minlashga ishonch bilan qarashardi. Bu ishonch ayniqsa bugungi kunda pensiya kechikishlari kuzatilganda juda qadrli bo'lib tuyuladi. Bugungi kunda esa vaziyat biroz o'zgargan. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, pensiya tizimida tub islohotlar amalga oshirildi. Eski tizimdan bozor iqtisodiyotiga moslashgan yangi tizimga o'tildi. Bu islohotlar albatta o'ziga xos murakkabliklarni keltirib chiqardi. Pensiya fondi endilikda ijtimoiy sug'urta tamoyillariga asoslangan bo'lib, ish beruvchilar va ishchilar tomonidan to'lanadigan ijtimoiy ajratmalar hisobiga shakllanadi. Bu bir tomondan tizimni yanada barqaror qilishga qaratilgan bo'lsa, boshqa tomondan budjetga tushadigan yukni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi ko'plab jarayonlarni soddalashtirishi, shaffoflikni oshirishi va korrupsiyani kamaytirishi kerak edi. Ammo bizning holatimizda dasturiy ta'minotdagi nosozliklar, texnik xatolar, ba'zan esa inson omili bilan bog'liq muammolar pensiya to'lovlarining o'z vaqtida amalga oshirilishiga to'sqinlik qilmoqda. Dasturda nosozlik, ba'zi ishlamayapti, kompyuter qotib qoldi degan javoblarni ko'pchilik keksa fuqarolarimiz pensiya jamg'armasi xodimlaridan yoki bank xodimlaridan eshitishmoqda. Bu javob albatta qonuniy asosga ega emas va hech kimni qanoatlantirmaydi. Axir dasturiy ta'minot bu inson qoli bilan yaratilgan vosita. Uning nosozligi tizimdagi kamchiliklar fuqarolarning huquqlarini cheklashga olib kelmasligi kerak. Biz zamonaviy dunyoda yashayapmiz. Innovatsiyalar, raqamlashtirish haqida ko'p gapiramiz. Bugun uyali telefonlar orqali pul o'tkazmalarini bir soniyada amalga oshirish mumkin bo'lgan davrda, nega oddiy bir pensiya to'lovini o'z vaqtida amalga oshira olmasak, bu qanday raqamlashtirish bo'ldi? Nega avvallari qoldi hisob-kitob qilinadigan vaqtda kamroq muammolar bo'lardi-yu, endi eng so'nggi texnologiyalar bilan ham kechikishlar kuzatilmoqda. Bu savolga javob topish vaqti keldi. Bu yerda faqatgina texnik muammolar emas, balki boshqaruvdagi sustkashlik, mas'uliyatsizlik va ba'zida tizimdagi shaffoflikning yetishmasligi ham mavjud deb o'ylashga asoslar bor. Davlat organlari o'z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni to'liq bajarishi va fuqarolarning haqli talablarini qondirishi shart. Aks holda fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchi pasayadi. Bu esa jamiyatda turli noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin. Pensiya bu davlatning o'z fuqarolariga bergan va'dasi. Bu va'da so'zda emas, amalda bajarilishi lozim. Pensiya to'lovlarining kechikishi birinchi navbatda kimlarga ko'proq ta'sir qiladi? Tabiiyki, bu eng himoyasiz qatlam, yolg'iz yashayotgan qariyalarimiz, nogironligi bo'lgan shaxslar, sog'ligi yomonlashganlar, doimiy ravishda dori-darmon iste'mol qiluvchilar, hech qanday qo'shimcha daromadi bo'lmaganlar. Ular har bir tiyinga muhtoj. Agar pensiya bir kun kechiksa ham, ular uchun bu bir kunlik ovqat, bir kunlik dori, bir kunlik kommunal to'lov degani. Bunday vaziyatda har bir daqiqa qimmatli. Kasalxonaga borish uchun, nabiralariga bir shirinlik olib berish uchun ham ular o'z pensiyalarini kutadilar. Bu ularning hayotini yanada murakkablashtiradi va ularni doimiy stress holatida ushlab turadi. Keksa yoshdagi fuqarolarning psixologik holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ularda umidsizlik va xavotir uyg'otadi. Bu esa sog'liqlarning yanada yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, qonunchilikda ba'zi pensiya oluvchilar uchun imtiyozlar va pensiyani oshirish mexanizmlari ham nazarda tutilgan. Masalan, urush faxriylari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, shuningdek, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlar uchun alohida e'tibor beriladi. Qonun bo'yicha qishloq xo'jaligida, sanoatning og'ir sohalarida, yer osti ishlarida, zararli va xavfli mehnat sharoitlarida ishlagan fuqarolar muddatidan ilgari pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Har yili pensiyalar inflyatsiya darajasi hisobga olingan holda indeksatsiyalanadi, ya'ni oshirib boriladi. Bu aslida pensiya miqdorining xarid qobiliyatini saqlab qolishga qaratilgan harakatdir. Chunki narxlar osib borgani sari pensiyaning qadri tushmasligi kerak.
Ba'zida esa hukumat qarorlari bilan pensiyalar qo'shimcha ravishda oshirilishi mumkin. Masalan, bayramlar arafasida yoki ijtimoiy himoya choralarini kuchaytirish maqsadida. Ammo barcha bu oshirishlar faqatgina pensiya oz vaqtida to'lansa, ma'no kasb etadi. Aks holda, eng yaxshi qonun ham, eng katta oshirish ham pensiya oluvchiga foyda bermaydi, agar u oz pulini olish uchun kunlab, haftalab kutishga majbur bo'lsa. Pensiya bu nafaqat moddiy ta'minot, balki davlatning oz fuqarolariga nisbatan hurmati, ularning mehnatiga bo'lgan e'tirofi ramzidir. Bu ramz, afsuski, ba'zida to'lovlar kechikishi sababli xiralashmoqda va keksa avlod vakillarida davlatga bo'lgan ishonchsizlikni oshirmoqda. Pensiya kechikishlari har bir keksaning yuziga tortilgan zarba, uning qadr-qimmatini pasaytirishga urinishdek tuyulishi mumkin. Azizlar, hozirgi vaziyatda sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Sizning oilangizda, yaqinlaringiz orasida pensiya to'lovi kechikishidan aziyat chekkanlar bormi? Ularning holati qanday edi? Ular qanday qiyinchiliklarga duch kelishdi? Bu muammoga qanday yechim topishga harakat qildingiz? Qanday choralar ko'rdingiz? Bu holatda sizni eng ko'p nima ranjitadi? Nima uchun bu tizimdagi nosozliklarni hal qilish shunchalik qiyin kechmoqda deb o'ylaysiz? Agar sizda shaxsiy tajriba, kuzatishlar yoki ushbu masala bo'yicha takliflar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning ovozingiz bizga umumiy muammoning ko'lamini tushunishga va qonuniy yechimlar topishga yordam beradi. Har bir fikr qimmatli, har bir hikoya muhim, chunki biz birgalikda bu muammoni hal qilishga qodirmiz. Sizning tajribangiz, sizning hikoyalaringiz bu muammoning yuzini ko'rsatib beradi va uni hal qilish uchun kuchli motivatsiya bo'ladi. Xo'sh, agar sizning pensiya pullaringiz kechikayotgan bo'lsa, qanday yo'l tutishingiz kerak? Birinchidan, vahimaga tushmang. Sizning huquqlaringiz qonun bilan himoyalangan va sizning harakatlaringiz qonun doirasida amalga oshirilishi lozim. Birinchi qadam, bu sizga pensiya to'lovlarini amalga oshirish kerak bo'lgan tashkilotga, ya'ni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish. Bu murojaat og'zaki emas, balki yozma shaklda bo'lishi shart. Siz o'zingizning to'liq ism-sharifingizni, yashash manzilingizni, pensiya guvohnomangiz raqamini va pensiya pullarining necha kundan beri kechikayotganini aniq ko'rsatib, yozma ariza tayyorlang. Arixangizda, shuningdek, pensiyaning oz vaqtida to'lanmasligi siz uchun qanday qiyinchiliklar tug'dirayotganini ham qisqacha bayon etishingiz mumkin. Murojaatingizni 2 nusxada tayyorlang. Birini o'zingizda saqlab qoling, ikkinchisiga esa qabul qiluvchi shaxsning imzosi, lavozimi va murojaat qabul qilingan sana qo'yilganini ta'minlang. Agar ular sizning arizangizni qabul qilishdan bosh tortsalar, bu ham qonun buzilishi hisoblanadi. Bunday holatda siz pochta orqali xatni buyurtmali xat sifatida yuborishingiz mumkin. Shunda sizda xat yuborilganligi haqida tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga 15 ish kuni ichida yozma tushuntirish berishlari shart. Agar pensiya jamg'armasidan qoniqarli javob olmasangiz yoki javob umuman bo'lmasa, keyingi qadam yuqori turuvchi tashkilotlarga, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasiga, shuningdek, fuqarolarning huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi inson huquqlari bo'yicha milliy markazga yoki Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsmanga murojaat qilish. Siz o'zingizning huquqlaringiz buzilganini va pensiya to'lovlari kechikayotganini aniq ko'rsatib, yozma ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Ushbu arizalarda avvalgi murojaatingiz, ya'ni hududiy pensiya jamg'armasiga qilingan murojaatning sanasi va unga olingan javob, agar bo'lsa, haqida ham ma'lumot berishni unutmang. Arixangizga shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz nusxasini, pensiya guvohnomangiz nusxasini va pensiya jamg'armasiga qilingan yozma murojaatingiz nusxasini ilova qiling. Barcha hujjatlarni to'g'ri va tartibli rasmiylashtirish sizning muvaffaqiyatingiz garovidir. Bundan tashqari, agar siz o'zingizni himoyasiz his qilsangiz yoki qonuniy jarayonlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, malakali yurist yoki advokat yordamidan foydalanish huquqingiz bor. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 44-moddasiga ko'ra, har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish kafolatlanadi. Pensiya to'lovlarining kechikishi davlat organi tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaslik hisoblanadi va bu uchun O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga muvofiq javobgarlik belgilangan. Hatto sudga murojaat qilish huquqini ham unutmaslik kerak. Agar barcha boshqa choralar samarasiz bo'lsa, siz ma'muriy sudga murojaat qilib, pensiya jamg'armasining harakatsizligini qonunga xilof deb topishni va o'z vaqtida pensiya to'lanishini talab qilishingiz mumkin.
Bu jarayonda har bir qadamni hujjatlashtirish, har bir murojaatga javob olishga intilish juda muhimdir. Barcha kvitansiyalar, xatlar va javoblarning nusxalarini saqlab qo'ying. Bu hujjatlar sizning sudga murojaat qilishda asos bo'lib xizmat qiladi. Sud sizning arizangizni ko'rib chiqib, pensiya jamg'armasini pensiyani to'lashga majbur qilishi mumkin. Shuningdek, yetkazilgan ma'naviy va moddiy zararni qoplash masalasini ham ko'rib chiqishi mumkin. Unutmang, siz sovg'a emas, balki o'zingizning qonuniy huquqingiz bo'lgan pulni talab qilyapsiz. Bu pul sizning yillar davomida qilgan fidokorona mehnatingizning mevasidir. Sizning mehnatingiz, qurbonliklaringiz va mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan hissangiz davlat tomonidan hurmat qilinishi va e'tirof etilishi shart. Davlatning asosiy vazifalaridan biri bu o'z fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashdir, ayniqsa keksa yoshdagi himoyasiz qatlamning. Bu nafaqat qonuniy majburiyat, balki axloqiy burch hamdir. Har bir pensiya oluvchining o'z pensiyasini o'z vaqtida, to'liq hajmda olish huquqi buzilmasligi kerak. Biz jamiyat sifatida va ayniqsa huquqiy davlat qurishga intilayotgan bir paytda bunday muammolarga ko'z yummasligimiz kerak. Har bir fuqaroning qadr-qimmatini himoya qilish bu barchamizning vazifamiz. Biz bugungi videomizda pensiya pullarining kechikishi muammosini, uning sabablarini va ushbu vaziyatdan chiqish yo'llarini har tomonlama tahlil qildik. Endi siz nafaqat muammoning mohiyatini tushunasiz, balki o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun qanday aniq qadamlar qo'yish kerakligini ham bilasiz. Biz ushbu muammoni hal qilish yo'llarini, mavjud qonunchilikni va sizning qonuniy huquqlaringizni batafsil ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsa, videoni boshida qariyalar qachongacha kutadi degan savolni qo'ygandim. Endi bu savolga javob berish navbati sizniki, azizlar. Siz yana qancha kutishga tayyormisiz? Yoki endi o'z huquqlaringizni talab qilib, adolatni tiklash vaqti kelmadimi? Sizning har bir fikringiz, har bir harakatingiz butun jamiyatimiz uchun muhim. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz muhim, chunki bu sizning kelajagingiz va sizning huquqlaringiz. Biz bilan birga bo'ling, huquqiy savodxonligingizni oshiring va hech qachon o'z huquqlaringizdan voz kechmang. Yodingizda tursin, huquqni bilish, uni himoya qilishning birinchi qadamidir. O'z huquqlaringiz uchun kurashing, adolatni talab qiling va ovozingizni baland yangrang. Biz esa sizga bu yo'lda doimo yordam berishga tayyormiz. E'tiboringiz uchun rahmat.